Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana navbatdagi ishimizni ham xudo xolasa Shiprga tayyor holatga olib kelyapmiz. Bu obyektimiz eniga 15 metr, uzunasiga 18 metr. Materiallarimiz har doimgidek konteyner materiallaridan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Joyimiz mansabli. Ikkinchi etaj ustiga mana xudo xolasa chiroyli holatda mansabli qilib tom yasab berdik mana. Poldan mana shu bunaqasiga tortilgan temirgacha 3 metr bo'lyapti katalogi. Xudo xolasa chiroyli qilib kaptarxonalarni ham chiqarib qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Materiallarimiz har doimgidek konteyner materiallaridan. Bundan tashqari katta molxona, katta to'yxona, har xil o'lchamdagi naveslarni xudo xolasa chiroyli holatda konteyner materiallaridan qurib bitkazib beramiz. Bitta joyimiz qoldi, shu tarafini xudo xolasa ertaga reykalarni qatirib chiroyli holatda uydagilarga topshiramiz. Firmalarimiz orasi har biri 20 dan qo'yilgan. Reykalarimiz orasi 75 santimetrdan. Bu joyimizni shifrga moslab berdik. Ustiga uydagilar shifr qo'yaman degan uchun. Bu joyimizni narxlariga keladigan bo'lsa, bu joyimiz общий 15 ga 18 joyimiz 68 million so'mga, xudo xolasa baraka bo'lgan uyda egasi bilan. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlardan tepadan ko'rinish holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib bir baho beraverasizlar akalar. Konvertlarimiz. Konvert holatlarini. Tepadan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatamiz sizlarga. Tepadan ko'rinish holatlari. Xolasa reykalarimiz konteyner materiallaridan ular 100% konteyner materiallaridan xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi. O'yinlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'yinlari ham xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi mana. Bemalol xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bular kaptarxonalari, yo'q hozir bularga ham reykalarni tortib chiroyli holatda qo'yib beramiz. Bu joyimiz Samarqand Loyish tumanida. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shapkalarimiz 1 metrdan chiqqan aylanasiga. Bu yoqqa ham 1 metr. Bu yoqlarga ham 1 metr qilib chiqarib chiroyli holatda bitkazib berdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna, like tugmasini bemalol bosib qo'yaverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.